Assalomu alaykum. Namangan viloyati Mingbuloq tumanidagi navbatdagi ishimiz. Bu yerda bizning ishimiz high-techni zinalar. Hozirda bittaini qo'yib tugatdik. Bu high-tech ko'rinishda bo'ldi. 30 santimetr 15 7,5 santimetrga betoni bo'ladi. 7,5 santimetr ochiq bo'ladi. Orasi ochiq zina bo'ladi. Chekkasida regili bor. Bu tomonda hozir betonni quyilmagan holati. Regili chekkada 16 li megawatt armatura, 3 sloy pastdan, 2 sloy 12 li. Uyimizga yarasha sinab qo'yib, u ham juda chiroyli tushgan ekan. Bu yerda ham hozir bitta tushish bor. Buni u tomonida ham bitta tushish bor. 4 ta. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaysizlar.